O'rtoqlar, hammaga kattakon salom. Bugun sizlar bilan bo'layotgan istoriyalarni, bo'layotgan situatsiyalarni, bo'layotgan mana shu vahimalarni, urushlarni hammasini analiz qilishdan oldin sizlarga bitta narsani eslatib o'tgim keldi. Chunki juda ham ko'pchilik hozirgi paytda bo'ldi, oxir zamon keldi, dunyo tugayapti, 3-jahon urushi boshlanyapti. Bunker qilish kerak, ovqat zapas qilish kerak, elektrichество tam har xil nimalar sotib olish kerak, suv sotib olish kerak va shunga o'xshagan har xil mana bu isterika bilan butun umuman вообще bizani odamlar aytmayman, вообще telekomda, mana shu hamma boshqa davlatlarda, Amerikada, har xil shtatlarda, Yevropada vahima qilib, hozirga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Birinchidan, agar Xudo ko'rsatmasin shunaqa situatsiya bo'ladigan bo'lsa, gipotetически agar ядерная война boshlansa, atomli bomba tushsa, aytib o'tgan, hech qaysimiz tirik qolmaymiz. Tirik qolmaymiz. Bunker ichida bo'lgan odam ham qachondir bunkerdan chiqadi-ku, qachondir kislorod tugaydi bunkerda, qachondir ovqat tugaydi, suv tugaydi, каким-то образом o'sha bunkerdan chiqqanida uni nima kutyapti? Birinchi o'rinda juda ham katta izluchение. Chunki bu radioaktivniy materiallar juda ham ko'p ishlatiladi bu bombada и juda ham katta radioaktivniy izluchение bo'ladi. Ya'ni u odamlarni butun umuman вообще o'sha territoriyada bo'lgan odamlar ichki organlari, miyasi, hamma narsasi повреждаться qilib ketadi и agar yashab qolgan taqdirda ham keyinchalik bola ko'rmoqchi bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu mutatsiyalarga olib keladi. Chunki baribir o'sha DNKsigacha ham shu hamma informatsiyani, mana shu radiatsiyani saqlab qoladi. U hech qanaqasiga bu narsadan qutulish iloji yo'q. Ikkinchisi, ядерная zima degan narsa bor. Bu degani o'sha bomba portlagan paytda hamma tuproq, chang, hamma narsa yer yuzidagi mana shu narsalar yerga ko'tarilib, shu quyoshni nimasini, nurini, quyoshdan kelayotgan issiqlikni to'sib qo'yadi. Yoz bo'lsa ham havo harorati juda ham pasayib ketadi. Chunki quyosh hech qanaqasiga yer yuziga o'zini oldingidagi shu reaksiyasini o'tkaza olmaydi. Havo harorati pasayib tushib ketadi и quyosh nuri qolmaydi prakticheski. Butun tuman boshlanadi nimada. Bu degani, соответственно, bir necha yilgacha hech narsa o'stirish ham, hech narsa ekin ekish ham iloji qolmaydi. Suv radiatsiya bo'ladi, suv. Endi suv bo'lmagandan keyin inson zoti qanaqa yashab ketishi mumkin? То есть, nima demoqchiman, mana bu aytganlarida 40 yil qirg'in bo'lsa, faqat ajali yetgan odam o'ladi. Ajali yetmagan odam o'lmaydi. Holokost bo'lganda ham, har xil birinchi jahon urushi bo'lganda, ikkinchi jahon urushi bo'lganda, har xil boshqa kasalliklar bo'lganda, ispanka degan kasallik bo'lgan, birinchi jahon urushi tugagandan keyin butun hammaga zaражение bu butun planeta bo'yicha tarqab ketgan 100 milliongacha inson o'lgan. Lekin o'sha paytda o'lmay qolganlar ham 100 yoshdan oshib, tam 90 yoshdan oshib, bizdan oldingi pokoleniyaga shu bo'lgan narsalarni edib berib, yetkazib, uzoq umr ko'rib o'lgan odamlar ham bo'lgan o'shalarning ichida. То есть kim ajal etmagan bo'lsa, даже o'sha ispankada ham o'lmagan, hech antibiotiklar bo'lmagan, hech qanaqa прививкаlar bo'lmagan, hech qanaqa texnologiyalar bo'lmagan. Nima demoqchiman? Birinchi o'rinda odam o'ziga Xudoning rolini olish kerak emas. То есть qachonki biz hamma narsa bizning kontrolimizda, biz o'zimiz saqlab qolishimiz kerak, biz nimadir qilishimiz kerak deb постоянно kontrolimizda bo'lmagan situatsiyalarni ham kontrol qilishga harakat qilganimiz sari, bu birinchi o'rinda bizga panichniy ataka beradi. Ataka просто bizning yuragimizda panika, vechna panika bo'ladi, xotirjamlik bo'lmaydi. Hatto bu narsaga biz hech qanaqa qo'limizdan hech narsa kelmaydi, rol o'ynamaydi hech qanaqa-da. Bu bo'ldi, Xudoning ssenariysi, Xudoning taqdiri и mana shu bo'layotgan narsa, qismat, taqdir, peshonamizda nima bo'lsa o'shani ko'ramiz. O'shaning uchun nima demoqchiman? Qanaqa strashniy situatsiyalar bo'lishiga qaramasdan bu dunyoda planetani agar istoriyasiga qaraydigan bo'lsangiz, birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi, mana bu Karibskiy krizis, Sovetskiy Soyuz bilan Amerika bir-birini yo'q qilib yuboradigan situatsiyalar bo'lgan. O'sha hamma stresslardan, hamma nimalardan o'tib, misol uchun odamlar baribir ham qanaqadir o'sha eng qiyin situatsiyalarga ham adaptatsiya bo'lib, odamlar organizmi qanaqadir immunitetli ishlab chiqarib yashab ketdi-da, odam zoti qirilib ketmadi, shuncha nimadan o'tgan bo'lsa ham. O'sha paytlarda ham o'ylashgan, birinchi jahon urushida ham o'ylashgan, bo'ldi, qiyomat keldi, dunyo tugadi, hammamiz o'lib ketamiz. Ikkinchi jahon urushida ham shunaqa o'ylashgan, undan keyin mana bu hamma boshqa konfliktlar bo'lganda ham shunaqa o'ylashgan. Xullas, bunaqa situatsiyalar dunyoda juda ham ko'p bo'lgan. Bu oxir emas, balki oxiridir, lekin bu уже bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Единственное biz nima qilishimiz mumkin, bu просто haqiqatni tan olib, bu o'tgan narsalarni qabul qilish. Просто qabul qilinglar. Shunaqa zamonda yashayapmiz. Shunaqa AI keldi, kosmosga uchilyapti. Eng oxirgi texnologiyalar, robotlar, tam водительsiz, haydovchisiz mashinalar o'zi yuribdi. Dronlar uchyapti.
То есть joni suvni tagidagi bespilotniy nimalar har xil suv osti оружиялар, raketalar o'zi dvigatsiya qilyapti. Просто geolokatsiyani отметка qilib qo'ysangiz, o'zi borib, o'zi portlatib, o'zi narsani olib kelyapti. То есть biz hozir shu zamonda yashayapmiz. Nu shunaqa tug'ildik, nima qilasan endi? O'shaning uchun sizlarni men xotirjamlikka chaqirmoqchiman-da. Qabul qilinglar bu situatsiyani, Xudoga tavakkal qilinglar, просто yaxshi odam bo'linglar va hayotingizdan naslаждаться qilinglar. Qo'limizdan kelmagan narsani, bizning kontrolimizda bo'lmagan narsani biz kontrol qila olmaymiz.